Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga BYD Song Plus Champion EV crossoverimizni obzorini qilib bermoqchiman. Bu 2024-yilda ishlab chiqarilgan 87 kW batareykasiga ega SLTP versiyasi bo'yicha 605 km bosib o'tadigan BYD Song Plus Champion. Bu meni o'zim shaxsiy 2024-yil may oyida olgan mashinam. Bugungi kunda hozir 26-yil 12-iyun 2 yildan sal oshdi. 80.000 kilometrdan ko'p masofani bosib o'tdim 2 yil davomida. Shu 2 yil davomida menga yoqqan va yoqmagan jihatlari haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Meni qarashimda juda ham menga yoqdi bu mashina. Iqtisod, ekonom tarafdan juda qulay. Siz hozirgi kunda bilasizlar, endi zaryadka bilan muammo shaharda yo'q. Gaz qishda muammo. Benzinni bilasizlar, kundan kunga narxi oshib boryapti. Shuning sababli men o'zimga 100% elektr versiyasini xarid qilganman. 0 dan 100 gacha bo'lgan tezlanishi va salonlarini qisqacha ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, hozir men sizlarga bagajini ko'rsatib o'taman, nimalari bor ehtiyot qismlaridan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'zi yukxonasida bu yerda shtorkasi bo'ladi. Men shtorkasini olib tashlaganman, menga kerak emas, chunki ortiqcha ovoz chiqadi, yoqmaydi. Tak. Mana ko'rishingiz mumkin, zapaskasi yo'q buni. Ajoyib tarafdan o'zida komplektida mikrofon chiqadi, jiletka chiqadi, avariyniy огнетушитель, mana bu 3 burchak avariyniy chiroq. Bu 220 rozetkadan zaryadka. Bu esa havo damlaydigan kompressor. Bunisi clay. Bunisi bo'lsa uylarda svet ketgan paytda как удлинитель qilib foydalansa bo'ladigan rozetka. Bor yo'q narsasi shu. Zapaskasi yo'q, ko'p turganinglarda. 480 litr hajmi. Orqa tarafdan sideniyani taxlasa bo'ladigan imkoniyatimiz yo'q, faqatgina salondan qilasizlar. Eshiklari mana elektroprivodli, o'zi ochiladi, o'zi yopiladi, juda qulay, menga yoqqan jihatlardan biri. Buni orqa sideniyasini taxlash uchun faqatgina orqadan mana shundan lentasini tortasiz va sizga yana bagajga qo'shimcha joy hosil bo'ladi. Endi uning uchun faqat orqada hech kim o'tirish kerak bo'lmaydi. Sal shu elektroprivod yo'liga sal noqulaylikni chiqaradi, lekin amallasa bo'ladi. Qo'shimcha joy kerak, bu har kuni bo'vermaydi bizda. Lekin buni ana orqa spinkasining 3 xil varianti bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi variant, juda ham tikka holatda turadi sideniya, orqa sideniyasi. Keyin yana bitta holat tortib turib bosilib, ikkinchi holat положенияsi. Va nihoyat oxirgisi mana taqaladi. 3 xil versiyasi bor. Sirasi ko'rsatib o'tib ketayim. Mana o'zimning bo'yim 182. O'zim orqamda mana o'tirganimda bemalol oyoqga joy yetarli. Bu yerda bizda nima bor? Qo'shimcha ventilyator, orqaga havo beradigan konditsioner. Pastida bitta USB zaryadka va bitta EV. Kichkina Type-C. Qo'shimchalardan ikkita sensor chirog'i bor, panorama lyuk. Orqada bor narsa shu. Podlokotnisi bor. Xo'p, podlokotnikda bizda ikkita podstakannika bor. Qo'shimcha narsadan boshqa hech narsa yo'q. Audio sistema Infinity. Bu yaponskiy audio sistema hisoblanadi. Juda ham yaxshi chiqaradi. Chunki orqada subwooferlari bor. Salonni oldi qismiga kelsak, juda ham yaxshi komplektovka qilingan. Misol uchun monitor menga juda ham yaxshi yoqadi. Buni yana afzal tarafi bor. Men sizlarga hozir qisqacha ko'rsatib ketaman. Misol uchun uzoq yo'lga ketyapsizlar. Mana Waze degan programma bor. Waze bu onlayn. Siz xohlagan paytda
qo'shimcha qilishingiz mumkin. Misol uchun, hozir qayerda turibmiz? Masalan, hozir men turgan joyimiz. Shu yerda masalan deylik, avariya bo'lgan. Xohlasanglar mana bu yerga qo'shimcha qilib DTP deysizlar-da, qo'shimcha qilib qo'yasizlar. Mana shu yerda hozir mana DTP paydo bo'ldi. Mana shu programmadan kim foydalanayotgan bo'lsa, o'sha odamlar shu ma'lumotni ko'rib turadi. Uni keyin ikkiga bo'lib turib, yarimiga misol YouTube qilasizlar. Bir vaqtda o'zida ham YouTubedan ham navigatordan foydalansanglar bo'ladi. Yana buni bitta afzal tarafi bor. YouTubega qo'ydingiz, masalan, musiqa qo'yib qo'ydingiz, uzoq yo'lga ketyapsiz. Bizga ovoz kerak emas. Mana musiqa ketyapti. Bo'ldi, sizga musiqa o'zi qiziq emas. Qo'yib qo'ydingiz, o'zi keyingisiga o'tiradi. Shu paytani bitta qilasiz, yana ikkiga bo'lsangiz, YouTube bo'ldi. Ekranni pastiga o'tib ketadi, o'zi bo'ldi. Bu ashulay o'zi avtomatik anaqada ketaveradi. Xohlasangiz uzoq safarlarda navigatorni qo'yib olsangiz, sizda yarimida Waze, yarimida Yandex navigator ko'rsatib ketadi. Yandex navigatori ham o'zining afzalliklari bor. Misol uchun, navigator Yandex ko'rsatgan narsalarni Waze ko'rsatmasligi mumkin va teskarisi Waze ko'rsatgan narsani Yandex ko'rsatmasligi mumkin. Va bir vaqtda o'zida siz masalan YouTubedan ham foydalanib ketaverasiz. Menimcha juda ham yaxshi shu taraflari qulay. Bo'ldi, bu qisqacha afzalliklari tarafida. Keyin mana bu monitorimiz. Men sizlarga boya aytib o'tganimda, уже hozirgi paytda men 80 mingdan ziyod yurdim 2 yil davomida. Juda ham yaxshi ko'rsatdi mashina o'zini. Bunga qiladigan xarajat faqat reduktor moyini almashtirasiz 20 ming kilometr yurganda. Boshqa hech qanaqa xarajat yo'q. Salon filtr har 20 mingda o'zingizga qarab, endi hamma har xil almashtiradi. Misol uchun men bu yerda menga yoqmagan taraflarini gapirib o'tay. Menga yoqmagan tarafi pоворотник ovozi. Juda baland. Va sal ko'proq yoqib tursa asab ketadi. Bu birinchi yoqmagan taraf. Ikkinchi yoqmagan tarafi mashinada xitoycha yozuvlar. Misol uchun mana ko'rishingiz mumkin, mana bu start stop knopkasida xitoycha yozuv. Mana shu masalan start stop deb ingliz tilida yozib qo'ysa bo'lardi. Meniki chunki Xitoy versiya bu, ofitsialniy emas. Masalan, parking turibdi, lekin mana bu start stopda o'sha xitoycha yozuv. Endi keyingisiga masalan mana bu mod turibdi, o'sha anaqasi rejimlarni o'zgartiradi. Mana bu ventilyator ko'rib turibsizlar, mana ventilyator ham xitoychada yozgan. Mana shu hamma xitoycha yozuvlarni olib tashlasa, menimcha yaxshi bo'lar edi. Mana bu zaryadka rekuperatsiyani rejimi. Buni misol hozir men sizga ko'rsataman. Buni ikki xil varianti bor. Misol hozirgi paytda ko'rishingiz mumkin, menda standart turibdi. Agar o'sha rejim o'zgartirsanglar, mana large bo'ladi, ko'proq zaryadka beradi. Xolostoy xodda, ya'ni gaz bosmagan paytingizda mashina ko'proq o'ziga zaryadkasini qaytarib oladi. Va yana standart. Bu standart oddiy o'z-o'zini mashinaga o'xshab zaryadka berishi bilinmaydi. Hozirgi paytda mana bu Xitoy versiyada mana torpedkalari yonadi. Uni masalan rangini o'zgartirsanglar bo'ladi. Misol uchun pechkani yoqsanglar mana qizaradi. Agar aksincha pasaytirsangiz soviganda ko'k yonadi. Mana bu menga yoqadi, mana shu afzalliklari yaxshi. Bu ham qanaqadir o'zgacha ana original. Bardacho'ka sig'imi yaxshi. Masalan, bitta ochki bemalol mana salfetkani katta paketi sig'adi, yana qo'shimcha nimadir solsanglar bo'ladi. Keyingisi mana bu bar. Barimizda eng menga qiziq tuyulgan joyi, men hali hech qaysi mashinada ko'rmadim. Mana bu yerda mana shu mana qo'shimcha otseki bor. Bu yerda mikrofon turadi. Bivazini o'zini. Ashula kim karaoke yaxshi ko'rsa, masalan, karaoke mana shu katta ekranga YouTubedan qo'yib, ashula aytib ketsa bo'ladi. Bu yerda zaryad olib turadigan o'zini otseki bor. O'zi bilan bo'limi bor. O'zbekcha qilib aytganda, o'sha bo'limiga solib qo'yasiz. Bu postoyanno zaryadga olib turaveradi. Xo'p, qisqacha shu. Bari juda ham sig'imi katta. Ancha-muncha narsa solsanglar bilinmaysiz, sig'ib ketadi. Tak, oldida ikkita sideniyada obduf abagrev bor. Isitish, sovutish tizimi bor sideniyani. Tak, rulida podogrev obduf yo'q lekin. Keyin katta panorama sideniya anaqasi bor, lyuki bor, panorama. Ko'rishingiz mumkin. Butunlay oxirigacha ochiladi. Menga yoqadigan jihatlari shu. Oxirigacha ochiladi. Xohlasanglar lyukni ham masalan ikki xil rejimda ochsanglar bo'ladi. Masalan, bu oddiy o'zi standart ochilishi. Xohlasanglar mana ketdi. Oxirigacha mana shu ochiladi.
xohlagan paytingiz to'xtatsangiz bo'ladi, misol uchun. Juda ham qulay, yaxshi. Issiq kunlari yana shtorkani yopib qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Hozirgi chiqayotgan bir ikkita BYDlarni ko'rdim. Mana shu shtorkasi olib tashalgan, ko'pchiligi mana shu noqulaylik yaratayotgan ekan. Bir ikkita tanishlardan gaplashsam, ko'pchilik yoqmadi. Bu mana sensor bilan boshqariladigan knopka, lyukki, pardaniki va chiroqdan foydalanish jihati menga yoqdi masalan. Bitta bilan ham o'chirib, ham yoqsa bo'ladi. Keyingi masala. Ikkita mana bitta beprovodnoy zaryadkamiz bor. Ikkita telefondan baravariga zaryadkaga qo'ysangiz bo'ladi, beprovodnoy. Juda qulay. Keyin multirul. Multirulda nimalarimiz bor? Misol uchun mana bitta bu yerda hamma funksiyalarni bajarsangiz bo'ladi. Sizga kerakli bo'lgan pechka. Pechkani masalan gradusini boshqarasiz. Ballonlarni ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda tabloni o'zgartirsangiz bo'ladi. 2 xil versiyada tablosi bor buni. 2 xil anaqada qilsangiz bo'ladi tablosini. Keyingisi bu cruise control, necha skorostda yurishingiz mumkinligi, bu bo'layotgan rasxodingiz qancha ko'rsatadi. Bu start stop, buni hali sizlarga ko'rsatuv davomida yana ko'rsatib ketaman. Bu kimlargadir qiziq narsa. Va hokazo bo'ldi. Bu yerdan kelgan yana foydali tarafi bu yerdan telefondan foydalansangiz bo'ladi, bu javob beradi. Telefonni ko'tarasiz, qo'yasiz. Bundan bosib turib, bu endi xitoycha versiya bo'lganiga xitoycha gapirib, oynani ochsangiz, konditsionerni o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Bu yog'ida 360 kamera. Bitta bossangiz srazu 360 obzor sizga ko'rinadi. Monitor vertikal holatda va gorizontal holatga qo'ysangiz bo'ladi. Lekin men bu funksiyadan hali foydalanmadim, bilmayman qaysi payt kerak bo'ladi. Va rulni chap tarafida hammasi bu cruise control bilan bog'liq narsalar. Navigatorlar hammasi shu adaptivni juda ham yaxshi. Endi bu mashinada mana 80 ming kilometr bosib o'tganman. Mana sizlarga hozir kojasini ko'rsataman. Bu eko koja. Eko koja bo'lgandan keyin bunda hech qanaqa hali jarohatlangan, yaltirab ketgan, bilasizlar, endi mashina haydagan bo'lsanglar, kojaning salonining kamchiliklaridan bittasi 20 ming 30 ming kilometr yurganingizdan keyin ancha kojasi urinib ketadi. Bu oq bo'lishiga qaramasdan hali ham yaxshi turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Kojalari hali bunaqa yaltirab ketmagan. Masalan, barlarni ham ko'rishingiz mumkin. Barlari ham hali matoy holatda turibdi, xuddi yengidek. Menga vроде yaxshi ko'rindi ko'zimga. Tak, endi ustiga kelsak, bu yumshoq plastmassa qilingan, как strochkalari bor. Masalan, bunda chetdan qaragan odam strochka qilingan ekan deb o'ylashi mumkin. Lekin bu eko koja yumshoq plastmassaga o'xshagan. Mana bu eshigi ham yumshoq plastmassa. Bu yog'i bo'lsa mana как alyumin, mana bu yog'i plastmassa, anaqa lakoviy покрытие qilingan, qora lak. Bu yog'i как под alyumin qilingan. Lekin menimcha bular hammasi plastmassa. Lekin ko'rinishi yaxshi, metall sifatga o'xshaydi. Mana bu yog'i ham alyumin sifat qilingan. Bu ham yaxshi turibdi, mana haligacha hech narsasi o'chib ketmagan, yaltirab ketmagan. Mana bu yog'i qo'l bilan ushladigan joyi mana koja usti, orqa tarafi plastmassa qilingan. Bu yog'i mana eko koja. Bu yog'i ham eko koja. Mana bu yog'i уже plastmassa. Plastmassa hali yaxshi. Bunaqa g'ichir-g'ichir, tiqir-tiqir yo'q. Yaxshi turibdi. Tegida yana qo'shimcha otseka bor, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham USB zaryadka, Type-C ulansa bo'ladigan. Qo'shimcha yana bitta otsek, ancha-muncha narsa sig'adi o'tgan, kattagina. Shu narsalardan iborat. Mana bu selektor peredachani olishi juda ham zamonaviy qilingan. Menga BMWni eslatadi. Bu xrustalga o'xshab qilingan, juda ham chiroyli ko'rinadi, ixchamgina. Pechkasi, konditsionerlari juda ham yaxshi. Bitta narsasini gapirmanga kamchiligi, yoqmagan tarafi qishda, hozirgi yoz kunida 520 km bosib o'tayotgan bo'lsam, qishi kunida 350-330 kilometrgacha u kilometr pasayishi mumkin. Sababi pechka ko'proq elektr energiya sarf qiladi, chunki bu batareyka o'zini o'zi optimal variantda qizdirib, batareyka o'zini optimal variantda ushlab turish xususiyatiga ega. Shuni hisobiga ko'proq zaryadka rasxod qiladi.
Bo'ldi, bizlarni kuzatib boringlar. Bugun sizlarga 1 dan 100 gacha necha soniyada ko'tarilishini ham ko'rsatib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Xo'p, o'rtoqlar, men sizlarga hozir 100 gacha chiqishga qancha vaqt talab etilishini ko'rsataman. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz sportga qo'yib olamiz. Keyin mashinani vaqtini fiksatsiya qilish uchun o'zini programmasi bor. Mana necha daqiqada chiqadi, ko'rib turamiz shu yerdan. Bu biza hozir trassadamiz. 100 yurish mumkin bo'lgan joyda 3 marta yurib ko'ramiz, orasida eng tezini hisobga olamiz. Qani 1 2 3 boshladik. Ko'rishingiz mumkin 709. Yaxshi. Hozir yana bitta joyda to'xtab davom ettiramiz. Xo'p, do'stlar, ikkinchi papitka, ikkinchi urinish. Qani, hozir orqadan mashinalar kam bo'lsin. 1 2 3. Xo'p do'stlar, hozir mana ikkinchi urinishda 8 sekund ko'rsatdi. Bu uchinchisi, mana xudo xolisa. Qani ketdik, bo'lmasam uchinchi urinish. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda biz trassadamiz 100 maksimal tezlik. Tak, O'zbekiston qonun qoidasini buzmayapmiz inshaalloh. Hozir sal mashina kamaysin orqada. Hech kimga pamixa yaratmaslik uchun. Qani ketdik, 1 2. Qani 708, mana eng yaxshi rezultatimiz 708 bo'ldi.